Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. 19 mart Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabia Qadri Xanım başçılığındaki Uyghur vekilleri Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Ali Komiteti ve Ten Cazası Komitetini ziyaret kılıp Xitay türmelerinde yetiyotgan Uygurlarning bolupmu İlham To'xti, Abduvali Ayub, Abdulhakim Abdurahim qatarlıqlarının meselesini anlatkan. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabia Qadri Xanım qatarlıqlar Musafirlar Komiteti mas'ulları bilan uchrashib, dunyoning har qaysi joylarida qiyin ahvolda qolgan Uyg'ur musafirlarga yordam berishini talab qilgan. Rabia Xanımning aytishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Komiteti mas'ullari Uyg'ur musafirlarga yordam qilganligini bildirgan. Vakalatsiz Milletler ve Xalqlar Teşkilatı Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hakları Komitetiga sungan Xitayga aloqador dokladida Birleşken Devletler Teşkilatı'nı Xitaydagi barliq haqlar buzg'unchilik uchrayotgan Uyg'ur, Tibet, Mongol vaziyatiga diqqat qilishga chaqirgan. BDT İqtisadi, İctimai, Medeniyet Hakları Komitetining 52. qitimliq yig'ini bu yil 28 apreldan 23 mayga qadar Janvada ochiladi. Vakalatsiz Milletler ve Xalqlar Teşkilatı BDT'ye sungan dokladida yana Uyg'ur, Tibet ve Mongollar o'ltirishlik rayonlar rasmiy avtonom rayonlik salohiyatga ega bo'lsa-mu, lekin ularning davomli bostirish va kamsitishga uchrab kelayotganligini ta'kidlagan. Dokladda bu millatlarning madaniyat, din, ma'rif, huquq qatorliq jihatlarda jiddiy cheklamaga duch kelayotganligini bildirgan. 25. növbetlik kişilik hukuk kengişinin payshanba kunki yig'inida har qaysi kişilik hukuk organlari Xitoyning kişilik hukuk xotirasini tanqid qildi. Uyg'urlarning kişilik hukuk vaziyatining nacharlashganligini bildirdi. Yig'inning Xitoyga oid qismida xalqarodagi har qaysi kişilik hukuk tashkilotlari Xitoy hukumatining kişilik hukukni ilgirlab dafsanda qilayotganligini, bo'libmi Uyg'ur va Tibet qatorliq osonliq millatlar vaziyatining bargancha nacharlashib ketganligini, Xitoyning kişilik hukuk aktivlariga ziyonkashlik qilayotganligini bildirdi. Yig'inda yana Amerika, Kanada, Fransiya qatorliq ellar vakillari Uyg'urlarni va shundaqli mustaqil tadqiqotchi Ilham To'xtini alohida tilga oldi. Ma'lum bo'lishicha, 17 mart Urumchi Saybaq rayoni Yamaliq mahallasida bir Uyg'ur yosh Xitoy soqchisiga pichoq bilan hujum qilib, bir soqchini o'ldirgan. Ammo Xitoy soqchilari bu yoshni naq maydonda etib etgan. Egallishimizcha, Xitoy soqchisiga hujum qiluvchining ismi Eliyar Rahmatullah. Hujumga uchrab qazo qilgan soqchi Osmonjon G'oji ismli Uyg'ur soqchi ekan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur voqea Urumchida vaqtliq turish rasmiyati bejirishdagi nohaqchilik va soqchilarning yo'lsizligidan kelib chiqqan. Voqea haqida Urumchidagi do'stidan ma'lumot olgan Yevropadagi Zumrat xonimning bildirishicha, hujumchi Eliyar Rahmatullah asli naq maydondagi Xitoy soqchi boshlig'iga hujum qilgan. Ammo Osmonjon G'oji Xitoy boshlig'ini qo'g'dayman deb pichoqning oldiga o'zini etib yaralangan. Keyin u doktorxonada jon uzgan. Navbatda muhojirat yashayotgan O'rkash davlat Tayvan televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratgan milliy assimilatsiya siyosatini qattiq ayblagan. O Tayvan televiziyasiga so'zlagan so'zidan ayt aniq qilib, Uyg'ur xalqi navbatda Xitoy kompartiyasining turli sohalardagi ziyonkashlikka uchramoqda deb ko'rsatgan. U navbatda Uyg'urlar uchrayotgan ziyonkashlikning diniy e'tiqod, til, madaniyat, milliy urf-odat qatorliq ko'p taraflarga tutishadiganligini eskartgan. O'rkash davlat oxirida men zo'ravonlik qilmishlarga qarshi har qanday shakldagi terrorlik hujumlarga texmo qarshi turaman. Biroq Uyg'ur qarindoshlarim mendan birodar, to'g'ri, sen zo'rlik kuch ishlatishga va terrorlik hujum qilinishga qarshi turasan. Biroq bizga uningdan yaxshiroq bir usul bormi deb so'raganda men javob berolmay qoldim degan. O'rkash davlat Xitoyning ichki va sirtini zilzilaga keltirgan 1989-yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbarlarining biridir. Çarşamba günü Xitoy Diplomatiya Ministerligi Kunming voqeasi haqida to'xtalib, mazkur voqeani Uyg'ur qurolli kuchlarining qo'llaganligi buning terrorlik voqeasi ekanligini dalillaydiganligini bildirgan. 1 mart bir qism qurolli kishilar Kunming poyezd stantsiyasiga hujum qilib, 29 odamni o'ldirgan, 140 necha odamni yaralandirgan edi. Xitoy doiralari mazkur voqeani Uyg'urlar qilganligini ilgari surib, Kunming tavasidagi 900 Uyg'urni Kunmingdan qo'g'lagan. Reuters agentligining naql qilishicha, bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston Islom partiyasi 1 martdagi hujumni qo'llaydiganligini bildirgan va hujumchilarning Xitoyga signal berganligini aytgan.
Çarşamba günü bu vaqtda to'xtalgan Xitoy diplomatiya ministrligi bayonotchisi Xongli mazkur video o tashkilotning haqiqiy mohiyatini oshkorlaydiganligini bildirgan va xalqaro jamiyatni Xitoyning terrorlikqa qarshi olgan siyosatlarini qo'llashga chaqirgan. Xitoy hukumati yillardan buyon o'zining terrorizmning qurboni ekanligini ilgari surib kelayotgan edi. Albuki chet eldagi kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning terrorizmni bano qilib Uyg'urlarga qarata og'ir bostirish siyosati yurgizib kelayotganligini ayblab kelmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar.